Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchalarga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninglar sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan akalarim, opalarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohimning panohida bo'linglar. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli meni obunachilarim hamda meni kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan akalarim, opalarim, bilasizlarmi, hozir shu bir ikkita gaplar eshitib qoldim va shuni bir men ham shu vijdonimdan kelib chiqqan holda hamda o'z ko'zim bilan ko'rib boryapman va o'z ko'zim bilan shu kuni kecha yana ko'rdim va shu ijtimoiy tarmoqlar orqali bu ko'z bo'yamachilik emas, kuzatib bormoqdaman. Haqiqatan ham Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Ko'shakboyevichni olib borayotgan ishlarini judayam nafaqat men, boshqa Andijon viloyatidagi judayam ko'p ayollarimiz yig'lab kuzatyapti va yig'lab duo qilishyapti. Haqiqatan ham sababi shu ayrim bir ig'vogarlar, ayrim bir yolg'onchilar, ayrim bir shu ichida illat yeringa oshib ketgan shu nimalar fuqarolarimiz hamda shu zakaz bergan, ya'ni shunaqa qilib gapirib chiq deb va ketsin deb zakaz berayotgan ayrim bir kimsalarga nima qilmoqchimanda, gapirmoqchimanda, shularni nimalaridanchi shu bitta yaxshi ishlayotgan inson ham shularni dastidan haligi ishlagisi kelmay qoladi. Bu gapim bilan bizni Andijon viloyat hokimimiz, ya'ni otamiz, biz uchun shu Andijon viloyatining hokimi barcha shu dadasi yo'qlar, o'zini tili bilan aytganda barcha otasi yo'qlarga mana men dadangman. Haqiqatan ham 2022-yili shu Andijon shahar bog'ida, Alisher Navoiy bog'ida barcha shu boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bor, barcha shu nimalarni qabul qilgan paytda, biz ham shu qabuliga borgan paytimizda haqiqatan ham yig'laganimda meni shu dadam yo'q, shu manaqa deb bo'lib o'tgan barcha boshimdan o'tgan narsalarni yig'lab aytganimda ancha muncha viloyat hokimi, nafaqat viloyat hokimi, oddiy raislar, bu borada ham yana men hozir aytib o'taman, bu raislarga ham to'xtalib va ayrim deputatlarga ham hozir gapimni davomida to'xtalib o'taman. Viloyat hokimi, men kimman? Viloyat hokimiman va shu men shu nimaman demasdan o'zini shu kamtarona tutib shart o'rnidan turganda, yonimga kel deganda o'zini bag'rini ochgan. Menman seni dadang. Barcha shu Andijon viloyatining nimalari uchun dadasi yo'q, shu nimalar hech kimi yo'q insonlar uchun mana men dadasiman. Menman otang seni deb o'zi shaxsan shunday bag'rini ochib, quchog'ini ochib ke deb turib farzandimni ham, meni ham bag'rini ochgan, menga ham, farzandimga ham bag'rini ochgan. Menman seni, bugundan e'tiboran men seni dadangman. Dadam yo'q deb hech qachon o'ksima. Shu Andijon viloyatining barcha farzandlari meni farzandlarim degan. Juda ham ko'nglimizni olgan. Va hozir ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa ham gaplar, Xudoga shukr, mana kecha u mahluq ushalibdi. Biz uni inson sifatida ko'ra olmayman. Shaxsan meni fikrim bu. Men unaqalarni mahluq hisoblayman. Insongarchilikdan chiqqan hisoblayman. Ushalibdi, shu endi jazo muqarrar, Xudo xolasa barcha shu yolg'on, yashirin gap so'zlari uchun albatta jazosini oladi, olmasdan qo'ymaydi. Shaxsan biz ham talab qilamiz shu insonni shu norasida voyaga yetmagan bolaga tegajonlik qildi degani uchun kechirib qo'yasizlar, kechirib qo'yasan, hurmatli ushalgan mahluq, gap chiqargan mahluq va zakaz bergan mahluqlar, insongarchilikdan chiqib ketgan vijdonsizlar. Zakashi bloger o'zini yo'q, bloger hisoblabdi. Men unaqalarni shaxsan bloger hisoblay olmayman. Nima uchun? Bloger eldi dardiga malham bo'ladi va malham bo'layotgan insonlarni kuzatadi. Kim qayoqqa o'ngga chapga bo'lyapti deb shunaqa insonlarni, malham bo'layotgan insonlarni ko'ra olmasdan ayrim g'alamislar shu ishlarni qildi, voyaga yetmagan tegajon yo'q. U inson noldan ko'tarilgan, mehnati bilan, o'zini tirishqoqligi bilan shu
necha yildan beri ishlayapti. O'zinglar o'ylanglar, yomon insonni 1 minutga ham qo'ymaydi. 1 minut ham qo'ymaydi, ishlamaydi, yomon inson ishlamaydi. Qilib tiqqanlarni minutga ham qo'ymayapti. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zlari mana eng ko'p kelgan Andijon viloyatiga tashriflari bo'ldi. Nima uchun? Juda ham chiroyli mana inshootlar qurilyapti. Juda ham ko'p korxonalar, tadbirkorlar deysizlarmi, boshqalar deysizlarmi? Bu narsalarni ko'ra bilmagan, ko'ra olmayotgan ayrim bir g'alamislar shunaqa gap so'zlar bo'lyapti, lekin mana qing'ir ishni qiyig'i hozir 40 sekundda chiqadi degandek yolg'on mish-mishlar ham gapi tez tarqalib, tez ushaldi. Mana Xudoga shukr. Va yana men undan tashqari yana nimani demoqchiman, mana kuni kecha shu 9-may g'alabadan bayramdan oldin kuni keldi. Asaka tumanida o'zlarini nimalarida shu Asaka tuman hokimligida o'zini shu ayrim nimalarini o'tkazishdi. Keyin shu paytda men lekin kelganini bilmadim. Bir nima bilan bitta murojaat bilan borgan edim va shu joyda shunaqa ish bo'ldiki, men buni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Ayrim Asaka tumanidagi o'zidan deputatni yasab olib, zo'rni yasab olib, faqat o'zini manfaatini o'ylab ayrim deputatlar deb gapiryapman. Gap egasini topadi va albatta ko'rasizlar va albatta o'zingizlarga bu gapimdagi xulosa chiqarib olasizlar. Kimsan Andijon viloyatidagi, men aytib o'tiraman, Nasiba opam To'ychiyeva. Oddiy fuqarolarni oldiga chiqib, haligi viloyat hokimining kelganini eshitib, ayrim fuqarolar kelganda, bu meni ishim emas, bu Asaka tumanining ishi bu. Menga nima deyamasdan barcha ayollarni oldiga chiqib, o'zini dardlarini shu eshitib, o'zini fikrlarini bildim, kerak bo'lsa yordamini berib, juda ham ko'p anaqa qilib, maslahatlarini berib, ona o'rnida ona bo'lib, opa o'rnida opa bo'lib shu yerda turdi shu inson. Shu inson turdi va shu bitta rais keldi. Hurmatli, shu aytib o'tay, bitta aytib o'tmasam bo'lmaydi. Shu rais keldi, shu bir ayol bilan kelishmay qolgan ekan. U chetga jamiyatdan senlar raislar, sensirab gapiraman. Qizim senga gapiryapman, kelinim sen eshit degan gap bor. Bu bekordan bekor emas bu gaplar. Qizim senga gapiryapman, kelinim sen eshit. Nimaga? Seni fuqarolar senga ishonch bildirib, seni sayladimi? Sen shu mahallaga saylandingmi? Sen albatta har bir eshikka kirib insonlarni, fuqarolarni dardini eshitishing kerak, tinglashing kerak har bitta nimasidan. Mahallada sen nima uchun o'zingni mahallingdan saylanding? Chunki sen shu ichidagi nimasini, hayotini bilishing kerak. To'xta, sen nima bo'lyapsan? Nima uchun yig'layapsan? Falonchini xotini ketib qopti desa, keladi-da, yo'q. Keladi bilan ish bitmaydi. Palonchuniki arazlab ketibdi desa, nimaga arazlab ketibdi bu? Bilechi, nima uchun? Kirib bir bunday ko'yniga qo'l solib, nima gap, nima so'z bo'lyapti? Deyishtoniga nima bo'pti? O'zing samoringni o'tirishasan, boshqa qilishasan. Yo'q. Bitta yoqadan bosh chiqarib bu 7lik deganni bekarga muhtaram prezidentimiz bekariga 7likni qo'ymagandir. Shu har bittalar bittadan gap olganinglarda ham 7 ta gap chiqadi. Bu 7 ta gap chiqadi degani birga bir qo'sang 14 bo'ladi. Xullas dashi qilib qo'shaversang juda ham ko'p asha xonadondan nizolar bo'layotgan, ya'ni nizolar bo'layotgan xonadondan senlar ashincha gap so'zlar olib chiqishasan. Nima uchun senlar shunaqa qilasan? Nima uchun deputatlar senlar saylanishding? Nima uchun raislar saylanyapti? Nima uchun? Senlar jamiyatdan chetga chiqarib qo'yishyapsan ko'p fuqarolarni. Rasa ko'p o'zlaringga ovorishyapsan. Bu degani senlarni meni mahalla sayladi-yu bitta odam ishi. Bitta ham fuqaro, hamma ham fuqaro. Bir kishi uchun hamma uchun bir kishi. Shuning uchun nima demoqchiman? Ras saylandingmi? Ras oyligingni olyapsanmi? Halollab ol. U jalabmi u? Sudlanganmi u? Eridan ajrashib kelib ota uyida yashayaptimi? Yoki ushalib qolganmi? Yoki gapi chiqyaptimi? Albatta qo'shishing shart mahallaga. Albatta. Yomonni yomon do'rsa,
deydi. Baribir yaxshi bo'lmayman ekan bular uchun. Danu deydi. Yana nima ko'payadi? Jinoyat ko'payadi. Yana nima ko'payadi? Ajrimlar ko'payadi. Yana nima ko'payadi? Alkashlar ko'payadi. Eng achinarli holat. Bilishasanmi nima ko'payadi? Eng achinarli holat farzandlarimiz otasiz yetim tirik yetimlar ko'payadi. Shuning uchun faollar sizlar ham desa demasdan o'zinglarni bilib kirib haqiqatdan ajrim yoqasiga kelib qo'yganlarni sizlar ham o'zinglardan bir narsani anaqa qilib poshnali tuflilarni taqqillatib yurmasdan sal tapichkalarni kiyib bir mahallani bitta aylanib qo'yinglar. Qo'linglarda hali xatlo degan kuni yurmasdan nafaqat xatlodan tashqari kunda ham borib aylanib qo'yinglar. Qani kimning uyida nima gap? Faqat qulog'imga chalindi deb, faqat ajrimga hokimiyatga keling, falonchi ajrashaman deyapti desa yugurib bora olmasdan haligi 100 yildan beri ochilmagan daftaringlarni sasib ketgan, changib ketgan daftaringlarni olib borib olmasdan sal ko'tinglarni qo'pol qilib aytganda ko'taringlar sal. Nomusinglarni ko'tarib sal harakatinglar qilib yuringlar. Qancha farzandlar, norasida farzandlar anaqa bo'lib ketyapti. Yetim bo'lib ketyapti. Qancha tirik yetim bo'lib qolyapti. Aliment. Yana bir narsa. Senlar alimentga berishaverasan. Ular alimentga berishaveradi. Alimentda maza qilib yeyishaveradi. Norasida gudaylarchi. Kimdir otasiga zor, kimdir esa onasiga zor bo'lib katta bo'ladi. Bundan chiqdi, kim bo'ladi haligi katta bo'lgan? Onaga nisbatan nafratda bo'ladi. 100% javob beraman. Otaga nisbatan nafratda bo'ladi. Bor dading kelib ko'rgani, qizim yo o'g'lim desa, chekkada turadi burnini chiyirib. Shunaqa narsalarni ko'rganman, ko'ryapman ham. Shuning uchun hammasini universal qilib upakovkada tars etib bitta gapirdim. Hurmatli Asaka tumanidagi raislar, Asaka tumanidagi deputatlar, o'zingizlardan zodagon va zodagon oy tutmanglar. Orqanglarda yelkama bo'lib turadigan akanglarga ishonmanglar. Qonun hammaga baravar, jazo esa muqarrar. Sizlar ko'rmayapti, bir kun ko'rmaydi, 2 kun ko'rmaydi. Sizlarni rosa ham ko'p ishinglardan viloyat hokimini, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Ko'shakbayevichda albatta xabari yo'q. Lekin yig'ilib turib bir kun emas, bir kun part etib bittasi portlaydi, bitta zanjirlar uziladi, tortiladi. Senlar o'ylasang, senlardan to'yib yurgan odam yo'qmi? Yana bir narsa, ayrim tashkilot rahbarlari senlarni ona tuqqan bo'lsa, shu senlarni qo'l ostingdagi nimalar, xodim va xodimalarni ham tashli ona tuqqan. Onasi tuqqan. Seni onang ona, ularniki ona emasmi? Onangni palon qilay deb so'kishyapsan. Qulog'imga kelmadi deysanmi? Prosta men eshittirmayman, ovoza qilmayman. Onangni palon qilay. Vaholanki bitta ona, bitta bolaga shu onalar, bola anaqa bo'lyapti. Shu O'zbekistonda barcha onalari seni ham onang, shu onangni palon qilay deyishdan oldin uyda o'tirgan onangni eslab qo'y. Agar onang o'lib o'lgan bo'lsa, qabrda yotgan onangni bir qator eslab qo'y. Va seni qanday katta qilganlarini va seni qanday o'qitib shu darajaga keltirib qo'yganlarini bir qator o'yla. O'zing katta bo'lib o'qib, falon joylarda o'qib, falonchi bo'lmagandursan. Sen oldin uni onasini so'kishdan oldin onangni tasavvur qil. Keyin onangni palon qilay deb so'k. Xullas hozircha shunaqa gaplar. Shu gapimni ertaga va yana shu deputatlar, raislar haqida yana davom etkizaman. Hozircha jicha ozgina video anaqamizcha ko'proq bo'lib ketdi minutim. Xullas ertaga Xudo xohlasa shu 8-9 O'zbekiston vaqti bilan shu efirimni qo'ygunimcha hammanglarga xayrli tun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan Irusha taxolus ostidagi Nilufar Siddiqova. Barchalarni yaxshi ko'raman. Negativchilar sizlarni ham. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosish esinglardan chiqmasin. Omon bo'linglar.